Senga nima kerak? Yordaming. Buni orzu ham qilma. Aslahani oxirigacha bitirib qo'ymoqchiman. Keyin o'z olamimga qaytaman va sen meni ortiq ko'rmaysan. Riyana nima bo'ladi? O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Senga bog'liq. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Kim bor? Pol! Keting. Pol, bir zumga bu yoqqa chiq. Pol, iltimos, senda zarur ishim bor. Uni senga ko'rsatmoqchi edim. Aytsam ishonmaysiz. Dadam uchadigan kostyum ixtiro qildi. Avtomobil ixtirosiga tenglashtirish mumkin. Qara, qanday zo'r. Otangni tabriklamaysanmi? Qo'rqma, tez orada bu yerda bo'lmayman. Riyanani ham ozod qilaman. Dada, qoyil qoldim. Anna, Kristina bizni suratga oladi. Uni kiyib ko'raman. Yo, hali sinovdan o'tmagan. Ehtiyot bo'lish kerak. Tabassum qiling. Bo'shmizmi? Yo'q, bu sizlar uchun alohida kun bo'ladi. Uni nishonlashimiz kerak. Hozir akam ikkimiz nonushta tayyorlaymiz. Qornim och emas. Anna, biz tuni bilan mehnat qildik. Men jon deb ovqatlanaman. Rahmat, Kristina. Anna nimani yaxshi ko'rar ekan? Quritilgan mol go'ngini. Aka, esingiz joyidami? Uni zaharlash kerak. Nima? Hech nima. Ularga quymoq tayyorlaymiz. Yaxshi. Sen boshlab tur, men hozir kelaman. Islandiyaga ketishga shoshma. Sen bilan yana ishlashga jon deyman. Albatta, axir hamkorlarmiz. Surgi dori. Yana sharbat olib kel. Bu yerga Anna o'tiradi. Juda yaxshi. Nonushta tayyor bo'ldi. Tayyorgarlik zo'r-u. Anna, u yoqqa o'tir. Yo'q, gul qo'yilgan joyga o'tiring. Shunaqami? Rahmat. Tashakkur. Ajoyib hid kelyapti. Yoqimli ishtaha.
Bu kostyum sizlarga katta shuhrat olib kelsa kerak. U namoyish qilinganidan so'ng bu axborot dunyoning barcha gazetalarida chop etiladi. Balki Nobel mukofotiga loyiq deb topishar. Yana solib beraymi? Rahmat, qornim to'ydi. Katta rahmat. Kechirasizlar, qayerda sizlarni haligi Hojatxonani so'rayapti shekilli. Kechirasan, yur, ko'rsataman. Ahvoling joyidami? ha, Qo'rqma, Kristin. Seni aybing yo'q. Nima qilyapsan? Kostyumni tomosha qilayotgandim. Bu mo'jizani o'zi ekan-ku. Annani ahvoli qalay? Oshqozoni buzilibdi shekilli. Hammasi o'tib ketadi. Dada, u qanday ishlaydi? Bu kostyum quvvat ishlab chiqarib, tortish kuchini neytral holatga keltiradi. Natijada kostyum osmonga uchadi. Mana bu element parvoz yo'nalishini boshqaradi. Anna ikkimiz tun bo'yi u bilan ovora bo'ldik. Bittasi kuyib ketdi. Dada, rostdan ham dahosiz. Anna kelyaptimi? Yo'q, Anna emas. Vaqtni o'tishini qara. Sen Kristinani maktabga kuzat. Men Annaga qarayman. Balki hojati yo'qdir. Ohm bilan nima o'lchanadi? Qarshilik kuchi o'lchanadi. To'g'ri. Kilojoule nima? Alex, mug'ombirlik qilma. Shpargalkasiz javob bera olmayman. Javob bera olasan. Mayli, ketdik. Ularni Natanga qaytarish kerak. Endi bizga kerak bo'lmas. Ashka hozir uyimda. Dadam unga yangi sovut yasab berdi. Tuni bilan fizikani yodlab chiqqanmiz. Isboting bormi? Marhamat. Iltimos, Ashka haqida rost gapirayotganimga uni ishontirishimga yordam beringlar. Balki biroz dam olarsan. Yo'q, hayajonlanyapman. Tezroq kostyumni sinovdan o'tkazaylik. Hozir uyimga boraman, keyin oldinga o'taman. Bugun esda qolmaydigan kun bo'ldi. Qoyil, ajoyib mashina. Ashkani mashinasi. Dada! Shoshmang. Dada! Endi nima qilamiz? Uni qayerda yashashini aniqlashimiz kerak. Riana o'sha yerda bo'lsa kerak. Ashkani manzili yozilmagan ekan. Otang Rianani ko'rib qolishdan qo'rqqan. Bu kimni telefon raqami? U javob bermayapti. Bu ishni menga qo'yib ber. Alo, meni ismim Harli. Yaqindagina sizlardan qo'l telefonini sotib olgandim. Ha, yaxshi buyum ekan. Shunchaki boshqa uyga ko'chgandim. Manzilim yozilganmi yo'qmi, shuni bilmoqchiman. Ha, meni raqamim 0181 55 66. Fowler Street 31. Katta rahmat. Ko'rishguncha. Telefonga javob beradigan qizlar juda xushmuomala bo'lishadi. Bu yerda nima qilyapsan? Maktabga ketib bo'lgansan deb o'ylovdim. Mazam bo'lmayapti. Bugun uyda qolaman. Mayli, televizor ko'ra qol. Ketdik, Rianani qidiramiz. Mana shu uy. Adashmadingmi? Odam yashaydigan uyga o'xshamaydi. Shu yerda ekan. Orqaga, orqaga.
Nimadan qo'rqasan? Biz 3 kishimiz, u yolg'iz. Iti bo'lsa-chi yoki to'pponchasimi? Gapingda jon bor. Ashka boshqa olamdan kelgan. Bizda nimalar bo'lishini bilmaydi. O'qishni bilmaydi u. Nima bo'pti? Demak, bitta odam ichkariga kirish kerak. Shundaymi? Xo'sh, kim qilarkan bu ishni? Sen? Ashka faqat seni ko'rmagan. Judayam ayyor ekansan, Riana. Ammo bu yerdan keta olmaysan. Meni qo'yib yuboring. Pol va uni oilasi aziz bo'lsa, aytganimni qilasan. Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Yordam! Yordam beringlar. Yordam! Xayrli tong, xonim. Men gazdan keldim. Gaz kelishini ko'rmoqchiman. Tekshirmasam bo'lmaydi. Men bandman, bor ket. Ammo xonim, agar biror nosozlik bo'lsa, uy gaz chiqishi natijasida portlab ketadi. Unda ertaga kel. Yo'q, kechirasiz. Hozir tekshirish kerak. Mana, meni hujjatim. Gaz chiqayotganga o'xshaydi. Eski uylarda quvurlar juda ko'p bo'ladi. Hammasini tekshirish lozim. Qani, ko'raylikchi. Men shoshib turibman. Ha, albatta, ammo bu ko'p vaqtni olmaydi. Bu ishni ko'pak bajarsa yaxshi bo'lardi. Muammo shundaki, tushuntirib berishga unda til yo'q. Bunga qancha vaqt ketadi? Bu nima? Kalamish. Uy kalamishga to'lib ketgan. Gazni hidi chiqyaptimi? Uyni shamollatish kerak. Yetar. U yerni ham ko'rib tushishim kerak. Shart emas. Zinapoya chirib ketgan. Yaxshi qoling. Xayr. Katta rahmat. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Xo'sh, Rianani ko'rdingmi? Yuqorida kimnidir harakatini eshitdim. Menimcha Riana o'sha yerda bo'lsa kerak. Qorovul bor ekanmi? Ko'rinmadi. U ketishi bilan eshikni buzib kiramiz. Buzishni keragi yo'q. Derazani ochib qo'ydim. Baribir qo'lingdan hech nima kelmaydi. Senga yordam berishmaydi. Eshitaman. Brian, telefon qilganingdan xursandman. Yo'q, hammasi o'tib ketdi. Yaxshi. Tez orada laboratoriyada bo'laman. Soat tayyor bo'ldi. Sehrgarlarni bir yoqlik qilsam, yaqinlaring yopiq hududda bo'ladi. Ketdik. Qoch, o'zim tushaman. Meni huvana u yerda kutinglar. Pol. Mana buni ushla. Bo'pti.
Riana. 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 Hozir ochaman. Pol tezroq chiqsa imtihonga ulguramiz. Imtihonni esingdan chiqar. Alex qara. Pol, tezroq bo'l. Politsiya keldi. Rianani topdim. Eshikni ochishim kerak. Ularni chalg'itib turinglar. Gapirishga oson oshna. Warren, qayerdasan? Qayerdasan? O'rin, qayerdasan? Shoshmang. Bu yerda nima qilib yuribsizlar? Itimizni qidirib yuribmiz. Laqabi Warren. Bu quyonga munosib laqab-ku. Qayoqqadir g'oyib bo'ldi. O'rin qarit, panjalari yedirilib ketgan, og'zida bitta ham tishi yo'q. Uni zaharlab o'ldirish kerak. Uni ko'rmadik-a? Hozir maktabda bo'lishingiz kerak emasmi? Voy, imtihonga kech qolibmiz-ku. Qani yuringlar, tashlab qo'yamiz. Maktabingiz shu atrofdami? Ha. Ahvoling joyidami? Ha. Ashqa laboratoriyaga ketdi. Uni tezroq to'xtatish kerak. Qaytinglar! Ortga qaytinglar! Riana, shoshma. Hozir taksi tutamiz. Magnetrolisga borishimiz kerak. Juda shoshyapmiz. Iltimos. Ko'rinishingga gap yo'q. Ishni bitirganimizdan keyin menimcha biz Boyib ketamiz. Kel kostyumni sinab ko'ramiz. Tezroq hayda olmaysizmi? Litsenziyamdan ayrilishni istamayman. Shoshilmanglar, ulgurasizlar. Dadamga kasetani ko'rsatishimiz kerak. Borishimiz bilan uni xonasiga kirib ket. Men uni Ashkadan nari olib ketishga harakat qilaman. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Bir daqiqadan keyin joyimizda bo'lamiz. Sal egil. Dadam akim, salom. tez keladigan bo'lib qolding. Ruxsatnoma buyurtirib olsang bo'lar ekan. $19.60. Kechirasiz, pulimiz yo'q edi. Nima? Hozir dadamdan olib chiqaman. Bunaqa gapni ko'p eshitganman. Sen bilan birga boraman. Mabodo otang bo'lmasa, mendan yaxshilik kutib o'tirma. Nega uchmayapman? Uchasan deganding-ku. O'zingni bos. Bu yoqqa kel. Bu kuygan element. Nega uni qo'yding? Men emas.
Sen tashqariga chiqib ketding. Uni Pol almashtirdimikin? Ammo nega? Shu sizning o'g'lingizmi? Ha? Pol, nima gap? U taksi pulini bermadi. Menga $20 berishingiz kerak. Elementga nima qilding? Og'irroq bo'l, Anna. Kostyumga tegdingmi, Pol? Meni ishim nima bo'ladi? O'chir ovozingni. Pulimni bersanglar jim bo'laman. Shoshmang. Pol, savolimga javob bermading. Menga qara, Einstein, gapni qisqa qil. Men haqqimni talab qilyapman. Menga $25 berishing kerak. 25? Nega yolg'on gapirasiz? Pol, xonamga kir. Hozir hamyonimni olib chiqaman. Meni shu yerda kuting. Shu yerdami? Pol, senga nima bo'lyapti? Bu kitobni Polni olamiga olib ketaman. U yerda olimlar kompyuter yordamida uni mukammallashtirishadi. Qaytganimda menga hech kim xalal bera olmaydi. Bu yerda men hukmronlik qilaman. Anchadan beri sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Bu ayolning ismi Ashka. U yondosh olamdagi jodugar. Ishoning. Mana bu qiz esa Riana. Xayrli kun. Bunga ishonish qiyin, ammo men afsungarlar dunyosidan kelganman. Rostdan ham ishonish qiyin. Iltimos, gapimizga quloq soling. Sehrgarlar oddiy xalqni qo'rqitish uchun sovutdan foydalanadilar. Siz yasagan kostyum ilgargisidan ham kuchliroq. O'sha kiyim yordamida Ashka hukmdorlardan qutuladi va hukumat tepasiga chiqib oladi. Ishoning, dada. Brian, Pol elementni qayerdaligini aytdimi? Riana? Ko'rdingizmi? U Rianani taniyapti. O'zini kimligini bildirib qo'ydi. Brian, o'g'ling hozir qattiq hayajonda. U oddiy qiz. Hozir hammasini tushuntiraman. Nimani tushuntirasiz? Element qayerdaligini ayt. O'g'limga qo'lingni tekkizma. Hozir qo'riqlash xizmatini chaqiraman. Uni qayerdaligini aytasan. Aks holda hammangizni o'ldiraman. Balki bu muammoni kuch ishlatmay hal qilarmiz. Element qayerdaligini ayt. Meni pulimni beringlar. Qo'lingni tekkizma menga. Qani? Qoch dedim. Ha, pulim. Pol, soqchilarni chaqir. Ishlamayapti. Nima? Bu yoqqa qaranglar. Tezroq qochinglar. Dada, suv sovutni ishdan chiqaradi. Yo'q. Rianani olamida shunday edi. Yo'q. Buni hisobga olganman. Xo'sh. Element qani? Aytasizmi, yo'qmi?